Dubayda 500 dan ortiq quruvchi kompaniya bor. Ular orasida eng yuqori sifatda quradigan kompaniyalardan biri Showbox hisoblanadi. Kimdan so'rasangiz so'rang, ChatGPT dan so'raysizmi, Google dan so'raysizmi yoki boshqa broker bilan ishlayapsizmi, albatta men ushbu gapimni tasdiqlaydi. Bundan tashqari Dubayda 50 ga yaqin rayon bor va aynan o'sha rayonlardan eng zo'rlardan biri bu Dubai Marina. Bu yerda deyarli bo'sh joy yo'q, lekin siz aynan shunga, Dubai Marinaga yaqin bo'lgan hududdan, ya'ni aynan mana shu yerdan GLT ni yonginasidan uy xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda ko'chmas mulkka investitsiya qilish go'yoki bundan 10-15 yil oldin Dubayning hozirgi rivojlangan rayonlariga investitsiya qilish kabidir. Odatda ko'pchilik o'zini tayyor rivojlangan rayonga uradi, ya'ni Burj Khalifaga yaqin downtownga, bundan tashqari Dubai Marinaga uradi, lekin aslida u yerda narxlar xuddi katta daraxt kabi o'sib bo'lgan. Siz endi rivojlanayotgan rayonga investitsiya qilishingiz kerak. Bu yerda uy sotib olish go'yoki yosh niholga investitsiya qilish kabidir. Kelajakda narx o'sish potensiali juda ham katta o'rtoqlar. Boshlang'ich narxlar 450 ming dollardan boshlanadi. Hozirroq bizga murojaat qiling. Ushbu proyekt haqida sizga to'liq batafsil ma'lumot beramiz.